Assalamu alaykum Aliya Sultan 122 taom salonidagi barliq xonim qizlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan taom yani mayda qizartib ilingan, ya'ni to'xu go'shti yoki to'xu pachiqi desak ham bo'ladi. Shu biz albiklarda apaydigan to'xu pachiqi shu. Buning ketadigan materiallar tuzda muvofiq miqdorda, undan keyin qarmuch, qizilmuch, undan boshqa kavavchin, hammasiniki uvoq qalti lozim bizga. Undan boshqa 2 qoshiq atrofida oq ochiq suv. Anadaki mav aralashmada bizniki shu yarım dana baş piyaz, 6 samsaq, shu 5 madaqchilik zencevil, yarım dana limon suyu. Muşlarni aralashtirib mashinada ezib oldim. Men do'g'ab olib keltirib oldim. Ma'nodikisi bo'lsa yarım piyola atrofidagi qitqa mush materiallar ketadi. İkinci basqıchimizda xonimlar boyaqa oq ochiq suv, qitiq, ondan biz ezib tayyorlab olgan do'g'ab oltidagi aralashma shularni men bir qopchaga to'kib aralashtirib oldim. Endi soldig'inimiz mavxil doğru dermekler, müşlarının hamısını silip aralashtiramiz cümle hanımlar. Obdan aralashtirib olgandan keyin şu toxumuzni ama to'x pachiqimizdan da yeri qalat pichoqni kesib oldim, chunki arasının təmlanishi uchun. Təmlangandan keyin mushuningga silib, obdan aralashtirib, yarım soatda qo'yib qo'yamiz buni. Arasiga mush təmlansin edi. Hanımlar mana to'x pachiqimizni hozir 3 tane soldim. Hammasini o'xshash holatda, mushta arasiga silib buni arasını müştə miləyimiz cümə. Milib alğandan keyin bu müştə arası təmlindi. Şu suyuqluq silishdə məqsəd başqa emas. Təminin şunçalik yaxşı çıxışığa kapalatlik qılıb buldu. Ma'qul usulda qısaq. Hamısını oxşaş müşalatda müştə silib alğandan keyin bunu yarım saat qo'yib qo'ysak bo'ldi. Xonimlar, to'nglatga qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Hozir havo sovuq bo'lgandan keyin balkonlarga qo'yib qo'ysak ham bo'ldi. Mushalat qilsak bo'ldi. Mana xonim qizlar, boyiqimiz shu aralashmaga aralashtirib qo'ygan altimiz shu. Shunamda yarım saat atrofida təmləndirib qo'yib qo'ysak bo'ldi. Xonim qizlar, to'xu go'shtimiz təmlənib tayyor bo'ldi. Endi buni men tayyorlab olgan 3 xil narsa nima desanglar, mavu kraxmal uni, qaysi xil kraxmal uni bo'lsa bo'laverdi. Bu yerda 2 dona tuxumning oq serig'ini qo'lchalg'ichda aralashtirib oldim. Mavu bo'lsa endi shundan qiziqishinglar mumkin. Bulka o'qiyjimi, men bu qandaydi buni maxsus shunday to'xu pachoqlarini Asta şekil keltirishda ishlatadigan bir xil uvoq. Bu ishajlikka bundan boshqa gumon qilmasanglar bo'ldi xonimlar. Oldi bilan mush to'q pachiqimizni kraxmal uniga umdan milib olgandan keyin uni elib tuxum suyuqlig'i chilab, ya'ni milab bo'lib, bu xil bo'lka o'qiga milab bo'lgandan keyin mayda qizartib olamiz.